Assalomu alaykum, bizni kuzatib boruvchi qadrdonlar. Hozir seximizda seximizni sizlarga xohlasa video qilib o'taman. Qayerdan mahsulot tayyor bo'lib keladi, o'zingizlar tushunib olasizlar. Qadrdonlar, seximizdan sizlarga bir video lavha qilishga, sizlarga tushuntirib berishga harakat qilaman. Bu joyimiz ozgina shovqin. Bizi manzilimiz Andijon viloyati Asakalimiz. Vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Listlarimiz rulonda keladi. Hozir yana listlarimiz ham kelgan. Shu jarayonidamiz. Bu joyimizda polniy mahsulotlarimiz tayyor mahsulot bo'lib chiqadi. Hamma apparatlar bor. Qimmati ham bor, arzoni ham bor, ruchnoyi ham bor, lazeri ham bor. Hamma apparatlar bor. Ishlarimiz shunaqa rulonda keladi, optim joydan arzon narxlarda keladi. Biz ham imkon boricha sizlarga arzon narxlarda qilib berishga harakat qilamiz. Bu apparatimiz ham kelgan, aksessuarlarda chiroyli, o'ta ideal holatda kuch beradigan apparatimiz. Xudo xolasa bu ham ishga tushadi. Lazerimiz bor, lazerimiz ham xudo xolasa ishda jarayonida mana boshlanyapti. Ertalabdan kechgacha omad tinmaydi bu lazer ham. Lazer ishlatinchi Abdurahmon hoji. Lazerda bitta odam, bukishda bitta odam, aksessuar chiqaradigan hammani o'zining ishi bor. Narigi tomonimizda ham ish chiqaradiganimiz bor, lazerimiz. Abdurahmon, nima chiqyapti? Aksessuar shunday qilib ideal holatda o'zini razmeri bor. Mana kompyuterimizda razmerlari bor. Xuddi shu razmerlarga kesadi, chiqaradi, mahsulotni tayyor mahsulot qilib chiqarib beradi, go'zal qilib. Uyingizga olib borib, mana apparatlar bilan uyga borib qilinmaydi. Shu yerdan tayyor bir o'lchab kelamizda bu yerga zakaz beramiz. Ular bizga shunaqa holatda, chiroyli holatda qilib beradi. Tayyor mahsulot boradi, akkuratni ichiga uni qatirib, xudo xolasa chiroyli holatda qilib beramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Tunakafon ishlarimiz vodiy bo'ylab, masofani farqi yo'q. 120 mingdan 140 ming so'mgacha jami xarajat ichida qilib beramiz. Faqat uning ichida tarnov bo'lmaydi, va'da stoykasi bo'lmaydi. Endi ular alohida narsalar va darvozaxonada hali kosimiz qo'ysak, kosimimiz alohida bo'ladi. Oyna rombi, qolgan har xil narsalar, lampochka qo'yiladigan bo'lsa, lampochkalarni olib berasiz. Hamma yo'g'ini o'zimiz qo'yib beramiz. Bu xizmat haqiga olinmaydi. Nechta lampa bo'lishidan qat'iy nazar. Va shatkalarga qo'yiladi, darvozaxonaga misol qanaqadir diodlar qo'yilyapti. Shunaqa narsalarni mehnat ichida bo'ladi, prosta olib berasiz, besplatni qo'yib beriladi. Bizni kuzatib borsanglar, xudo xolasa sizlarga yangiliklar qilishni harakatini qilamiz. Videolarimiz bor YouTube kanallarida. Tunakafon eng arzoni bizda degan kanalni kirib, bemalol ishlarimizni ko'rib olishinglar mumkin. Mana relis tushib ketib qolmaydimi? Tunakafonda qanaqa fason bo'lishidan qat'iy nazar hamma fason chiqadi. Bu yerda apparatlarimiz ko'p. Sex ham kichkina emas. Qanaqa rulonda bunday bo'lib kesilib, menga chiroyli holatda chiqadi. Surada yukimiz kelgan. Yukimiz ham hozir. Nechta rulon keldi? Rulonimiz mergicha bo'lgan. 5 ta bo'lsa, 6 ta, 8 ta rulon keldi. Har xil oqi bor, ko'ki bor, anaqa shokoladi bor, motrisi bor, hamma ranglardan bor. Tushiriladi, mahsulotlar tayyor bo'lib chiqadi. Behijolat, bemalol murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa sizlarga xizmatdamiz. Bemalol telefon qilaverasizlar. Xizmatimiz vodiy bo'ylab. Bizni kuzatishda davom etinglar.